kitobi Muhammad. Birinchi fasl 12-qism. Allah'ım, Sayyidimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge o'zingning mukammal salavatu salomlaring bo'lsin. Ushbu salavatu salomlar sababli mushkullarimizni oson qil. Qayg'ularimizni ketkaz, hojatlarimizni ravo qil, so'raganlarimizni ato et va bizlarga go'zal xotima nasib ayla. U zotning ahli baytlari va sahobalariga ham son sanoqsiz salovatu salomlar bo'lsin. Quraysh mushriklari payg'ambarimizga ajabmas da'vatini to'xtatsa degan umidda yangi taklif bilan chiqdi. Biz Muhammadga biz bir yil sening ilohingga ibodat qilaylik va sen bir yil bizning ilohlarimizga ibodat qil deb taklif beruvdik. U bosh tortdi. U bizning taklifimizni rad etibdimi? Demak, biz unga qarshi birlashishimiz kerak. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ularning takliflarini rad etganlaridan so'ng bir sura nozil bo'ldi. Kafirun surasi nozil bo'ldi. Said dedi: Fatima, tasavvur qil. Ular payg'ambarimizga juda katta boyliklar taklif qilishdi. U zot bosh tortdilar. Chunki u zot haqni va ochiq oydin kitobni olib kelganlar, dadasi. Men ularni payg'ambarimizga biror ahmoqlik va dushmanlik qilib qo'yishlaridan xavotirdaman. Xotirjam bo'ling. Alloh u zotni odamlardan himoya qiladi. Qani beri kel. Mana bu qaynoq toshning ustiga o'tir. Muhammadning xudosiga kufr keltir. Agar Muhammadni haqoratlasang, seni o'z qoringa qo'yaman. Guvohlik beraman. Allohdan o'zga haq iloh yo'q va guvohlik beramanki Muhammad Allohning rasulidir. Mana Nabiy sallallohu alayhi va sallam Ka'ba oldida namoz o'qib turganlarida Abu Jahl katta tosh ko'tarib keldi. Muhammad namozida sajda qilib turgan payt uni o'ldiraman. Abu Jahl Muhammad alayhissalomni o'ldirmoqchi bo'ldi, lekin birdan qalbini qo'rquv va vahima bosdi. Noumid bo'lib, qo'rqqan holda ortiga qaytdi. Abu Jahl Muhammad alayhissalomni o'ldirmoqchi bo'ldi, lekin birdan qalbini qo'rquv va vahima bosdi. Noumid bo'lib, qo'rqqan holda ortiga qaytdi. Seni himoya qilib turgan kim ekan, Muhammad? Seni himoyasiga olgan kim o'zi? Senga zinhor iymon keltirmaymiz ey Muhammad. Har qanday mo'jiza ko'rsatsang ham ishonmaymiz hech qachon. Senga nima bo'ldi ey Abu Jahl? Senga aytganim, o'sha ishni qilmoqchi edim.
Xo'sh, nima bo'ldi? Muhammadga yaqinlashganimni bilaman. Birdan ulkan tuya paydo bo'ldi. Bunaqasini ilgari hech ham ko'rmaganman. Sal qolsa meni yeb qo'yardi, yeb. O'zingga bir qara. Sen qora tanli, cho'loq bir qulsan. Qadr qiymating yo'q. Xo'jayinlar va xizmatkorlar orasida oyoq osti bo'lasan. Hayoting xorizorlikda o'tadi. Odamlardan qolgan ovqatni yeysan. Ular ibodat qilayotgan narsalarga sen ham ibodat qilasan. Ular tashlab yuborgan kiyimlarni kiyasan. Ilohim, qizim Juvayriyaga biror amir yoki podshoh kuyov bo'lishini nasib etgin. Otajon, men amir yo podshohlarga turmushga chiqishni xohlamayman. Nega unday deysan qizim? Senga podshohlar uylanishini istayman. Ne qizlar podshohlarga turmushga chiqqan. Podshohlar ularni yo talog'ini bergan yo azoblagan. Mana suv olib keldim, hojam. Voy Qoraqul, namuncha kechikding. Yukim og'ir edi. Cho'loq, yo'qol ko'zimdan. Qullarni xo'jayinlari zulmidan qutqaradigan biror xaloskor bormikin? Nahot bizlarni hayot shafqatsizligidan qutqaruvchi biror najotkor bo'lmasa? Qani endi bir odil inson bo'lsa-yu, adolat bilan hukm yuritsa. Bizlar ham ro'shnolik ko'rib yashasak. Xorlik sharobini juda ko'p totdik. Hatto xorlik bizdan bezib ketdi. Bekam Juvayriya, Obid, senga taom keltirdim. nahot bizdek qullar hojilarning taomidan yeyishsa? Axir biz bolaligimizdan birga katta bo'ldik-ku, Obid. U paytda yosh edik, bekam. Men tez orada dunyoda adolat qaror topishini his qilyapman. Kunlar har doim birdek o'tavermaydi. Boshimizga yaxshi kunlar keladimi, yomon kunlar keladimi, buni hech kim bilmaydi, bekam. Obid! Hey Obid! Nabiy sallallohu alayhi va sallam sahobalarga din ta'limotini o'rgatar va sabr qilishga undar edilar. Qur'on oyatlari ham vahiy orqali birin-ketin nozil bo'lardi. Da'vat ham keng yoyilib, Abu Tolibning uyigacha yetib bordi. Natijada Abu Tolibning ayoli Fatima ham islomni qabul qildi. Buyuk Alloh barcha nuqsonlardan pokdir. Hamd va sano unga xosdir. Fatima, Azizim, sen ham jiyanimning do'stlari aytayotgan gaplarni aytyapsanmi? ha, o'g'lim Ali musulmon bo'lganidek, men ham islomni qabul qildim, Abu Tolib. Oramizda musulmon bo'lgan birgina sen emassan. Ukam Hamza ham islomni qabul qilibdi. Hamza musulmon bo'ldimi? Qanday qilib? Hozir aytib beraman.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Safo oldida turganlarida Abu Jahl kelib u zotni haqoratlaydi, dinlarni tahqirlaydi va u zotga shunday deb baqiradi: Oy, bu yerda nima qilyapsan? Odamlarni aldab. Shon shuhratga ega bo'lmoqchimisan, ha? Hamza kamonini qo'lda tutgancha ovdan qaytayotgan edi. Abu Jahlning qilmishiga guvoh bo'lgan ayol yo'liqib, "Sayyidim Hamza" deb chaqirdi. Hamza nima gap deb so'radi. U Abu Jahlning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qilgan yaramasliklarini so'zlab berdi. Ko'rdingizmi? Muhammadni nima qilganimni ko'rdingizmi? Ha, uni boplab ta'zirini berding Abu Jahl. Hamzaga tegmanglar. Ayb o'zimda, jiyanini qattiq haqorat qildim. Hamza shunday dedi: "Sen Muhammadni haqorat qilyapsanmi? Bilib qo'y, men uning dinidaman. Guvohlik beraman, Allohdan o'zga haq ma'bud yo'q. U zot yagonadir, hech qanday sherigi yo'q. Yana guvohlik beramanki, Muhammad Allohning bandasi va elchisidir." Shunday qilib Quraysh mushriklari Nabiy sallallohu alayhi va sallamning izzat va nufuzlari tobora ortib borayotganini his etishdi. Ey rizq beruvchi ilohim, men buyuk va qudratli bo'lishni xohlayman. Mol-mulkim, qullarim, oltin va kumushlarim ko'p bo'lishini istayman. Muhammadning da'vati mening mol-mulkim va obro'-e'tiborimga soya solmoqda. Bunaqada tijoratim kasodga uchraydi. Qanday bo'lmasin, Muhammadning da'vatini to'xtatish lozim. Ey qavmim, men Muhammaddan ko'ra yaxshiroq va'z qilaman. Fors podshohlarining qanday va'z qilishini o'rganib keldim. Menga quloq soling. Muhammadni tark eting. Abdulloh ibn Abbos raziyallohu anhuma aytadi: Nazr ibn Xoris haqida Qur'onda jami 8 ta oyat nozil bo'lgan.